Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu videoni maksimal tanishlaringizga yuborib qo'ying. Ayniqsa qo'ziqorinni sevib iste'mol qiluvchi tanishlaringizga. Sababi bahor kelishi bilan o'sha qo'ziqorin mahsulotlari ko'p iste'mol qilinadi. Lekin uning tarkibida o'ta xavfli modda bor. Uning nomi gidrazin deb ataladi. Gidrazin bu butun jahon rakni o'rganuvchi tashkilotning o'sha ofitsialniy o'sha ro'yxatida 2A guruhda turadi va kunlik me'yori o'rtacha o'sha 70-100 milligrammni tashkil qiladi. Bundan ortig'i esa sizda potensialniy qanaqadir organda rak chaqirish ehtimolini ko'paytiradi. Shuning uchun har narsani me'yorda saqlang. Undan tashqari boshqa ham moddalar bor, qiziquvchilar aniq bo'ladi. Uni Telegram kanalimda to'liq videoni qo'yganman. O'sha yerda ko'rishingiz mumkin. O'zingizni asrang.